mavzuyimiz taklid so'zlar va ularning ifodalanishi. Reja: taklid so'zlar, taklid so'zlarning turlari, taklid so'zlarning yozilishi. Tovushga va holatga taklidni bildirgan so'zlar taklid so'zlar deyiladi. Bunday so'zlar ma'no jihatdan ikki turga bo'linadi. Tovushga taklid va holatga taklid so'zlarga bo'linadi. Tovushga taklidni bildirgan so'zlar, masalan, gumbir-gumbir, gumbir-gumbir sadosi kelyapti degan so'zimizda gumbir-gumbir tovushga taklidni bildiryapti. Duk-duk, shik-shik, qiy-chuv kabi misollarni keltirishimiz mumkin. Holatga taklid bildirgan so'zlar holatini bildiradi. Lampochka yalt-yult o'tib o'chdi deganda yalt-yult, apil-tapil, g'uj-g'uj, yalt-yultlarni misol keltirishimiz mumkin. Taklid so'zlar yakka holda yoki juft holda, takrorlangan holda qo'llaniladi. Juft va takrorlangan taklid so'zlar orasiga chiziqcha qo'yiladi. Taklid so'zlar mustaqil so'zlar kabi gap bo'lagi bo'la oladi. Masalan, shamol g'ir-g'ir esyapti. Esyapti kesimi nima esyapti? Shamol esyapti. G'ir-g'ir esyapti. Qay holda esyapti? Bo'lib hol vazifasida kelgan. Tovushga taklid so'zlar ba'zan otlashib, ko'plik, egalik, kelish qo'shimchalarini qabul qiladi. Masalan, odamlarning g'ovur-g'ovuri ko'paydi deganda g'ovur-g'ovuri egalik qo'shimchasini olib taklid so'zni hosil qilgan.